Ayni daqiqalarda biz katta mamnuniyat ila 64-xalqaro gullar festivali ochilish marosimida sekin-astalik bilan eng hayajonli onlarni tomosha qilishga barcha mehmonlarimizni sahnaga taklif etamiz. Biz yana bir bor barcha tashabbuskorlarimizga, Namangan amiriga, hokimiyatga va albatta barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etgan holda yana bir bor hurmatli insonlarimizni sahnamizga taklif qilamiz. И тогда мы, господа, приглашаем наших почетных гостей к сцене для их торжественной встречи. And now, dear ladies and gentlemen, warmly welcome the parade of festival participants and the flower-decorated car procession. We kindly invite our guests to the front of the stage. Please welcome. Parad esa boshlandi. Ko'z o'ngingizda floristika namunasi bo'lgan gullar, o'ziga xos betakror ajoyib rekvizitlar libosidagi yigit-qizlarni ko'ryapmiz. Minnatdorlik bildiramiz. Bularning ketidan esa albatta gullardan soyabon tutgan millat vakillarining ifoda qiluvchi ajoyib ishtirokchilar va milliy doiralarimiz. Maydonga esa o'zbek qismi kirib kelmoqda. Mana shunday bayramona kayfiyat, mana shunday vaqtli daqiqalar. Namoyon bo'layotgan bayrog'imiz go'yo har bir fuqaroning yuragidagi muhabbatni, sadoqatni, fidoyilik hislarini ifodalab turibdi. Albatta oq, ko'k va yashil ranglar gullar orqali yanada jozibali tarzda namoyon bo'lmoqda. Osmon kabi mana shunday go'zallikdan bahramand bo'lmoqdamiz. Va albatta keyingi o'rinda festival logotipi davraga tantana 64-xalqaro gullar festivalining mega logotipiga guvoh bo'lyapmiz. Bu turkiston nafaqat festival ramziy belgisi, balki olmali Namanganning gulchilikdagi boy merosi ifoda topgan. Uning har bir chizig'ida, har bir rangida gul kabi nozik zebolik, xalqona samimiyat va yurtga bo'lgan muhabbat jo bo'lgan. Shuningdek ko'rayotganingizdek turli teatr artistlari, aktyorlar, qo'g'irchoq teatrlari, tarixiy obrazlarni gavriklayotgan, bugungi qo'shaloq ayyomni ifoda qilayotgan bitiruvchilar va birinchi sinfga qadam qo'yish arafasidagi yoshlar. Bugungi qo'shaloq bayramda barcha bitiruvchilar